40 yosh odamni joniga kelgan elchi deydi. Bu narsa haqida hech tafakkur qilib ko'rganmiz, hech o'ylab ko'rganmiz, nima uchun aynan 40 yoshida? 40 yoshga kirib, 40 yoshdan o'tayotgan paytlarimizda juda ko'pchiligimizda 99% odamda yaqinlaringizni yo'qotishni boshlaysiz. Siz uchun duogo'y bo'lgan ota-onalaringiz, qoni qarindoshlaringiz sizni duo qilayotgan. Barcha katta insonlarni yo'qotishni boshlaysiz 40 yoshdan o'tgan paytda. Mana shuning uchun yo'lda yurganingizda ham kichkina bir ariqqa qoqilsangiz ham endi biz ham katta bo'ldik-da, 40 dan o'tdik endi biz ham deb qo'yasiz. O'zi aslida sizni duo qilgan o'sha ota-onalaringiz yo'qligi hech xayolingizga kelmaydi. Agar o'shalar bo'lib siz bilan biz duo qilib tursa, 70 yoshda ham qoqilmaymiz hech qachon biz. Ota-ona endi har qanday holatda ona bu ona, ota bu otada baribir. Ming yomon bo'ling siz, baribir sizni duo qiladi. Otam, onam jaynamoz ustida namoz o'qib, namozini oxirida duo qilayotgan paytlarda ancha-muncha quloqimga chalinadi qilayotgan duolar. Duolarni eshitgan paytda ko'zimdan yosh chiqib ketadi ba'zida. Ba'zida yig'lab yuboraman. Shularga bir yaxshi bir nimalar qilib bera olmayapman. Shunday holatimda ham meni shunchalik duo qilyapti shularga ba'zida yosh chiqib ketadi duosini eshitsam. Mana shularning yo'qligi uchun ham shu 40 yosh siz bilan bizni jonimizga yetdi. Nima qilsak o'xshamaydi. Katta ariqlardan irg'i o'ta olmaymiz. Bu yoshimiz o'tganligidan emas, duogo'ylarimiz yo'qligidan bo'ladi bu. Alloh barchamizni ota-onasi borlarni, ota-onasini sog' salomat, umrlarini uzoq qilsin, o'tganlarini Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin ilohim. Ota-onani borida qadriga yetavering. Shu ota-onangiz o'tgan paytda tobutini yerdan uzib ko'tarib olib, yelkangizga qo'yadigan vaqtda oralig'ida hamma narsa uzilib ketadi. Hamma narsa, ko'z oldingizdan hamma narsa o'tadi. Qilgan gunohlaringiz, gap qaytarganlaringiz, ota-onangizga qilib bera olmagan narsalaringiz hammasi yerdan tobutni uzib olib to yelkangizga qo'ygunchalik ozgina dag'va vaqt ichida shu hamma narsasi ichingizdan uzilib ketadi, afsuslanib ketasiz. O'sha kun ertami, kechmi baribir hammamiz boshimizda bor. Shu kun kelmasidan ota-onalarimizni ko'nglini olaylik. Yaqinda bir insonga otang o'tganiga ehson qila olmaysanmi, qo'lingdan keladimi? Desam, ha qo'limdan keladi, zo'r qilib ehsonlar qilaman dedi. O'sha ehsonni pulini hozir tirikligida ota-onangga yedirib qo'y dedim. O'tgandan keyin bularning foydasi yo'q.